hikmatda aytadi-da. Bitta daraxt bor deydi. Bitta daraxtdan agar gugurt qilib yasayman desa, million dona cho'p chiqadi bitta. Daraxtdan millionta cho'p chiqadi, gugurt donasi. Lekin o'sha bitta cho'p deydi, millionta daraxt yo'q qo'yadi deydi. Bitta cho'p millionta daraxt yo'q qo'yaveradi deydi. O'ylamaylik, meni qilayotgan ishim kichkinadir. O'sha bitta cho'pimiz biz qilayotgan yomonligimiz. Bitta yomonlikning orqasidan biz hamma narsani kuydirib olishimiz mumkin. Qolgan ishlarimizga ham vayron qilishimiz hech gap emas-da. Mana shu joyda hushyor bo'lish kerak-da. Sal kengroq, samohatliroq bo'laylik. Oilalarni buzishga harakat qilmaylik. Juda ko'pchiligimiz oilalarni buzib o'rganmiz, bilasizmi? Bu nima bu? Xotining unaqa ekan, bunaqa, kelining unaqa ekan, ering unaqa ekan deb turib, qanchamiz sabab bo'lib qolganmiz shu oilalarda buzilishiga. Qancha oilalar parokanda qilib tashladik o'zimiz, Xudodan qo'rqmasdan. Rasululloh aytayaptilar, biz yaxshiligimizni umid qilinmayaptimi? Yomonligimiz odamlarga yetyaptimi? Eng yomoni bizmiz. Eng yomoni bizmiz. Sizga nima ishingiz bor birovni oilasiga aralashib baho berishga? Uni avrati u, uni satri u, uni o'zini mahrami u. Siz ishingiz bo'lmasin birovni oilasiga burun suqishga, sizga berilmagan baho berish, sizga berilmagan ularning hisob-kitobini qilish. Qanaqa bir insof, bir tavfiqki birovni oilasiga burningizni suqasiz? Qo'shnilar oilasini buzib tashlayapti. O'rtoqlar bir do'stini oilasini buzib tashlayapti yoki boshqa ish qilib tashlayapti. Nechta vaziyatlarni biz ko'ramiz, holatlarni ko'ramiz. Xudodan qo'rqaylik endi. Bu oilalarni vayron qilishlikka o'zimiz ham sherik bo'lib qolyapmiz. U bir taraf bo'lsa, ikkinchi tarafni ko'ringki, ana er-xotin jonivor. Shu bir-biriga ishonmasdan tashqaridagi odamning gapini gap qilib turib oilasida janjal qilgan er-xotinga nima deyish mumkin endi deng? Ha, bo'pti, endi tashqaridagi odam fitna qilibdi. Ha, u ammasidir, xolasidir, amakisidir, tog'asidir, qaynisi-singisidir, unisidir, bunisidir, kimisidir shu oilaga tajovuz qilibdi. Xo'p, ha sen er-xotin bir-birilar bilan yashayapsizlar-ku, nimaga bir-biringga ishonmaysan? Nimaga bir-biringga suyanmaysizlar? Shu meni xotinim deb aytayapsiz. Ha, xotiningizga ishonmasangiz nimaga xotinim deb aytayapsiz? U sizning xotiningiz emas ekan-ku. Shu meni erim deyapti-da, eriga ishonmasdan tashqaridagi odamning gapini gap qilib, eri bilan janjal qilyapti. Erim deb aytmang bo'lmasa. Mana shu joyda nuqtalarimiz bilinyapti-da, biz sal mustaqil tafakkurimizni go'zal qilib olaylik. Oila bu hammaning o'zini satri bu, avrati bu. Hech kimning kirishga haqqi yo'q. Hech kimning kirishga haqqi yo'q. U er va xotindan iborat. Er va xotindan iborat, ikkita shaxsdan iborat bu oila. Boshqa odamni burnini suqtirmaslik kerak. Boshqa odam kirmaslik kerak. Bir kishi Hasan al-Basrining oldilariga kelgan ekan. 4 ta bolam bor. Xotinim hech qanoat qilmayapti. Qiynavordi, charchab ketdim. Biror bir ajrashishning yo'lini ayting. Ey Hasan al-Basriga, ey imom, ey ustoz, men boshqa toqat qila olmayman. Desa Hasan al-Basri eshitib turib, sen xotiningni aytyapsan, meni xotinimni shikoyat qilyapsanmi degan ekan. Sen o'zingni xotiningni aytyapsan, meni xotinimni aytib keldingmi degan ekan. Meni xotinim sendan aytgandan ham kuchliroq. Seniki 4 ta ekan, menda 6 ta ekan dedilar. Senda bunchalik xijolatchi bo'lsa, menda undan ham ortiqroq xijolatchiligim bor. Bolam deganda hali hayron qolgan ekan Hasan al-Basriga qarab. Bolam, ayollarda hammasi shunaqa. Hammasi shunaqa, ular qanoat qilmaydi. Dunyoni olib kelsang, yana bitta dunyo olib kelib ber deb turaveradi. Qo'liga berib tursin, yeb turgan paytda yana bitta qo'li bilan narsani izlab turadi deydi. O'sha ayol kishi bu. O'shaning uchun ayollarning fitratiga qarab munosabat qilish kerak. Biz erkak kishimiz, sal kengbag'irroq bo'laylik. Ani bola hayron qolgandan keyin, bolam, ayol kishilar bilan tenglashmagan. Ayol kishi bilan tenglashding, obro'yingni to'kasan. Sani Xudo taolo aziz qilgan bir pog'ona baland qilgan, balandroqda turgan. Sal kengbag'irroq bo'lgan. U bilan teppa-teng aytishma, sani ishing emas bu. O'zingni maqomingdan tushma pastga. Sen bir og'iz gap gapir. Bo'ladi yoki bo'lmaydi. Jim o'tir yoki tik tur. Bo'l yoki o'tma bolam. Shunda sen erkakligingni saqlaysan, oilaning mustahkamligini saqlaysan. U ishini qilyapti, bidir valaq ishini qilyapti. Nimaga sen o'zingning ishini qilmaysan deydi u kishi. Sani ishing og'ir bosiq bo'lishlik. Samohatli bo'lishlik. Bilasizmi, ovga chiqqan sherim deydi. Indamasdan yotadi. Anu keladi, ketadi, aqa pittilaydi, baqa pittilaydi, pitir qilib kelganda bittada bosadi. Bittada bosadi, shuni ovini qiladi. O'shanaqa sher bo'lish kerak. Sher bo'lish kerak. O kiyikni oldiga chiqib qolib, o'ziga o'xshagan o'yin qilaversa, u sherlik qoladimi sherda? Bugun
olib borish, oiladagi yaxshilik degan narsani sal ilmiga tushunaylik. Ayollar bilan tenglashmaylik. U siz bilan meni tengimiz emas ular. Ular bizdan zaifa, ular bizdan ojiza, o'shaning uchun ham erga itoat qilishga ular buyurilgan. O'zi mustaqil ravishda o'zi siz bilan biz bir narsani do'ndirib yuboradigan holatda emas ular. Sizga, menga ergashadi, itoat qiladi, bo'ysunadi, keyin go'zal hayot kechiradi ular. Lekin shu narsani ular haddida bilmasa, siz bilan men haddimizni bilib turaylik, o'tib ketadi o'sha ayollar. O'tib ketadi o'sha ayollar. Haddisa janjal qilaverib, haddisa janjal qilaverib, haddisa janjal qilaverib, bugun nima bo'ldik oxir? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan eng yomon odam biz bo'ldik. Biz bo'ldik. Endi nima bo'lyapti? Davolash o'rniga, o'sha narsani isloh qilish o'rniga zulm boshlanyapti. Uradi, tepadi, taloq beradi, zulm qiladi, haydab yuboradi. Shular yechimmi, birodar? Urish bilan erkak kishi ayol kishini ursa, yechim bo'ladimi? Erkak kishi ayol kishiga talog'ini bersa, yechimmi shu? Erkak kishi ayol kishini onasini uyiga haydab yuborsa, yechimmi shu? Bu yechim emas bu. Bu qutulishlik bu. Oson qutulishlik. O'yindan chiqib ketishlik, maydonni tark etishlik bo'ladi bu. Erkak kishi samohatli bo'ladi, maydonda turadi. O'sha maydonda turib, go'zal holatda isloh qilib beradi vaziyatni. Rasululloh aytgan yaxshi bo'lmoqchimizmi? Sal va o'zimizni holatimizni, maqomimizni bilaylik. Bugungi kunda jargon bilan aytayotganda pozitsiyamizni to'g'ri egallaylik, birodarlar. To'g'ri pozitsiyani egallamasak, mana shunaqangi hijolatchiliklar bo'ynimizda turibdi hammamizni. Rasululloh aytayotganlaridek, insonlarning yaxshisi bo'lmoqchimizmi? Bizdan yaxshilik kutilsin. Bizdan yaxshilik umid qilinsin. Yomonligimizdan odamlar omonda bo'lsa, biz yaxshimiz. Biz yaxshimiz. Bu hukmni payg'ambar alayhisalom hammamizga nima qildi? Ommatan e'lon qilib bo'ldilar.